Bu sözünü diye vaxtıda ben yani şu qaysı günü bir qancha gün burun İstanbul'un ma'lum bir yerde bir vatanda yangi chiqqan bir Uyg'urman. Men tunmayman, meni ekrandan ko'rib turgan bir xalqimizning ichidagi birisi ekan. O'z vaqtida 2016dan burun Turkiyaga bola chaqali bilan kelib, cho'ng bir tijoratchi ekan hamda. Balalarni qo'yib shu vatan kirib chiqaman deb kiriblam 2016da shu nima lagerga tutilib, u yerda ishning kunini ko'rib, turmalarda yetib, keyin shu yaqinda chiqib, shu chet elda mening mol dunyodan shu yerda bor deb bir shaklda hamda shu o'z vaqtida bijirib qo'ygan pasportim bor dedim. Aynan shaklda chiqibdi. Qisqasi bu yerda menga butun ishida bo'lgan jarayonni anlatdi. Bu chiqqandan keyin men to'xtamay sizlarning narsalarni ko'ryapman dedi. Uning keyin mush ijtimoiy fikr vositasidagi har xil narsani ko'rdim, ukam deb ashidab o'zi kelib men bilan ko'rishdi, men tanimagandek u kishini. Men shundan bunday yaqinda chiqdim. Men balkim yaqin zamonda sizlarga guvohlik berish uchun kelishim mumkin dedi. Andikin dedi, turmada Xitoylarning sizlarning qilayotgan faoliyatinglar to'xtamay mediada shu qilgan namoyishinglar, bergan guvohlik, uning keyin xalqaro shu axborotlarga chiqib dunyoda kun tartibga kelgandan keyin Xitoyning shu puti shu Xitoylar put ko'ygan to'qida bo'lib ketdi dedi. Biz turmada lagerda buni dunyoda nurg'un inson bu namoyishga nima qildi, bu shu media qilgan nima qildi degan shuna ijtimoiy fikr vositalarida ayni gaplarni anglab shuna ko'nglim yerim bo'ldi. Shu ajoyib ish qildinglar. Chunki bizni Xitoylar o qadar shu besim tekshirish kelgan vaqtida shu butun lagerlardagi shu tumur ishni palaniyadan bir narsa keldigan tekshirib deb bo'g'ishdi. Bir damda nurg'un ishchilarni akib bir kechida shu o'zgartib sahna buzib sahna yasa shuna o'tib turmadi. Yani endi bir narsa qilib ular ketgan hamon bir kechidan ichida yana tumur lishatkalarni o'rnatib qilib bo'ldi. Tulla shunda vahşi bir holatga akib o'tdi. Ola bir yer keldigan deb bo'g'icha shu hamon o'zgartib xuddi shu gullik gulistonlar qilib biz video ko'rdik. Hamma shunda rohat, chiroyli kiyimlarni kiygizib, meva-chevalarni tizib o'tib, ashunda sahnani tuzish bilan mashg'ul bo'ldik biz turmadagilar dedi. Şu chet eldagilarning qilgan sizlarning xizmatinglar sababli buni biz turmadagilar hamma xalqimiz biladi buni. Muşnun qimmatini bilmaydiganlar o bu deb so'zlab berdi shu hamda. Demak yani sizga ilhom bo'lgan. Yani o ajoyib yani bu. Albatta xalqning inkosi bizga ajoyib ilhom berdi. Shu. İlhom bo'ldi. Men bu qitimqi mush safarimda Turkiyaga kelakanmasdan shu xalqimizdagi qizg'inlik qarshi ilishdiki ko'z yosh qilib hatto nadi nutq so'zlash ham shu yerga ergishib berib 5-6 nutqqa qatnashgan qarindoshlarimiz bor. Sizni yana bir ko'rib olaylik, mush gaplarni yana bir anglab bir umidlanaylik debdi. Xalqimiz qilganni biladi-ku. To'g'ri. Ilqi bek ko'zi nurliq, ularni aldayamaysiz. Samimiylikni biladi, aldiganni biladi. Hem ashlar deyotdi ki, shu odam dedi ki yani men chiqib men shu 5-6 oy o'tib kelgandim. Men mushaga Turkiyada mesela dedi, shu atrofimda qarislar o'zi yashayotgan joyini deb. Bu vatanda yangi chiqqan bizning vatandagilar fursat topsa, kecha kunduz ko'ramiz bu narsalarni. Bu yerga yerlashib, mushaning vatandosh bo'lgan nurg'un insonlar texi ular sal qaraydigan bu ishlarga. Bu mediaga, bu so'zlanayotgan narsalarga sanki bo'sh quruq ish qilayotgandek Asli undan qilmaslik kerak. Deb qaqshyapti-da endi. Shundaq. Afsuski, bugungi kunda birisi kelib, "Nim bo'ldi beshinglar, nim uchun bu kun keldi?" desa, ashuni to'g'ri usulda qisqa ixcham qilib so'zlab bera oladigan Uyg'urlarmi oz. Chunki agarda bizning mush medialarga diqqat qilib boshdan oxir bir ko'rib chiqsalar, o'zi haqida, millat haqida, bugungi vaziyatimiz haqida nurg'un bilimlarni egallay oladi. Chunki shu uchurlarning ichidan. Aldığımı birisi kelib, "Voy sen Uyg'urmi? Ha, Uyg'ur. Nima uchun va sizlarni Xitoy bostiryapti, irqiy qirg'inchilik qilyapti" desa, uni tushuntirib bera oladigan azroq bizda uchur bo'lish kerak tarixiy. Ya'ni kimligimiz, tariximiz, madaniyatimiz, Xitoydan qanchalik farqlanganimiz, nima uchun bugungi kunga qadar mustaqillik orzularimizdan yonmay kelyotganimiz, bu narsalarni qisqa ixcham jilnomalar bilan, sonliq ma'lumotlar bilan deb berish, yod bilish bugungi kunda har bir Uyg'urning burchi. Chunki sizga mikrofon tanlangan hamon so'zlashga aktiv bo'lishingiz kerak. Kayniga o'tib olmaydi-ku. Biz hammamiz bir jangchidek harakat qilmasak,
milletning mavjudligi haqiqatan tüp yıldızdan yo'qitib holatida turyotidi. Ashuni bayqayolmagan bo'lsak, albatta. endi kelgusidan qandaq so'z ochimiz bu bek tas endi. Uyg'ur tilidami ravon so'zlayamizsa, agar o'zining taqdirini, o'zi yashayotgan davlatlarningmi tilda ravon so'zlayamizsa, qandaq bo'ladi? Shu davlatlarda siz ko'chman bo'lib yashayotgansiz, o davlatning tilini bilishingiz kerak. Hech bo'lmasa qisqacha holda shu yerdagi odamlarga, atrofingizda kishilarga buni yetkazish sizning burchingiz, milliy burch bu. Bugungi kunda boshqa ish qila olmaymiz. Xo'sh. İmkoniyat bo'lmayotdi hozirgacha. Shunga qila oladiganimiz ne? Ravrus qilaylik. Voyaga yetkazib qilaylik. Andan keyin yana bir baldaq o'rlaymiz, shunday-ku. Yana yangi raqobatlarga, yangi tayyorlik bilan yuzlanishga to'g'ri keldi. Lekin hozir oldimizda qila oladigan ishimiz o'zingizda to'ning. Hech bo'lmasa men kim, nima uchun Xitoy meni o'ltirmay yo'qitma deyapti. Mushuni bilmasangiz, bolalaringizga qanday tushuntirib beramiz? Bu hicret hayatınızda neymişki başlığınızda balığınızın bilmese, ertesi ballarımız bizden nefret oldu. Neymişki beni bundan künge koydu. Vatanımız neymişki yaşa vermedi. Şuna o. Onun bir cevap tayarlaş gerek. Kimsen, nemin saklaşımız gerek, nem için saklaşımız gerek. Bu nesne aldığımızda kitaplap duruptu. Çıkıvatkan doklatlar duruptu. Abay dediniz mi şu namayış kılıp, özünün ailesi uçurgan zulümlerini sırtlarda anlatkan, medyalar çıkkan, belki namayış kılgan, muş ballarının hemmesi bir bulup, medyalarda verilgen haberlerini ispatlap, Şu. birlikte anlattık bu nesli, yalnız anlatamaydık. Erkin Asya Radyosu'nun küçüğü yalnız yetmeydi. Bir yerde bizni kollagan şahitler var, bizni kollagan ammının fikirleri var, bizni kollap evetilgen videolar, xatlar, avazlık, uçurlar, delil, ispatlar var. Şunun bilen biz bu jangda birlikte, yani media jangida g'alaba qilib, hamda irqiy qirg'inchilikning shiddat bilan elib berilish sur'atini ostida oldik. Ama yana devam qilyapti. Biz to'xtatamidik. Biz yilam to'xtatamidik. Shuning uchun biz to'xtab qolsak bo'lmaydi. Chet elda biz so'zlay olamiz, bizning qila oladigan ishimiz zoti bu. Biz hech bo'lmasa shuni qilaylik-da. Albatta. Biladiganlarimizni anlatish bu vazifamiz bor. Shunga bundan chekinsek hamda bu insonlik ne ketidi? Onu men birnim delemayman. Keyin kelgusimiz qandaq bo'ldi? Şoň işimiz her birimiz özümüzden qila oladigan ishimizni qilishimiz kerak. Albatta. Sizga mi? Allah razı olsun. Rahmat. Yalqız sizningmi uzun muddat, yani 20 yılga yaqinmiş mediada xizmat qilayotganingizni bilman. Keç gündüzlab ishlayotsizlar, operatorlarmi shundaq ekan. Qiyin sharoitlardami, hech nimadan qaqshimay. Aşı az odam kuchiga qaramay, bunchalik bir ta'sir kuchini qo'zg'ay olganinglar nayt yaxshi, ammo sizlardami nurg'un kamchiliklar bo'lmay qolmaydi. Albatta, kasbiy jihatda xalqaroliq saviyadagi axborot e'tirof qilinadigan bir uçur vositasiga aylanish uchun yana nurg'un tirishchanlik ko'rsatishingiz to'g'ri keldi ekan, mening ko'rsatishimcha. Buning uchun yanada mablag' va odam kuch ketadi albatta. Shu hammamiz bir yerga kelsak, hammamiz kuchimiz bir yerga yig'sak, bu mumkin emas ish emas deb o'ylayman. Shunga davomli tirishinglar. Biz bu kuchimizdan yetishicha yordamda bo'lamiz inshaalloh. Albatta.